O'zbekistonda suv tugayapti o'rtoqlar. Buni nima uchun aytyapman? Chunki quduqlardan 2 metrdan chiqayotgan suvlar 4 metrdan, 10 metrdan chiqayotgan suvlar 15 metrdan va o'rtoqlar pastga tushib ketyapti yildan yilga. Quduq ham chuqurroq qazishga majbur bo'lishyapti. Buni oqibatida nima bo'ladi o'rtoqlar? Suv kamayib ketaveradigan bo'lsa, suvni olish, topish, uni qayta ishlash qimmatlashgani hisobiga suvni narxi sezilarli darajada o'rtoqlar shu 4-5 yil ichida yaxshigina oshib ketishi mumkin agar suvni tejab ishlatmasak. O'zbekistonda o'zi asosan suvni katta miqdori 80% desak ham bo'ladi o'rtoqlar. Shunga yaqin asosan qishloq xo'jaligida ko'proq foydalaniladi. Ya'ni ariqlab sug'arib shundoq qo'yib yuborishadi, ochib yuborishadi va buni oqibatida nima bo'ladi? Ancha-muncha suv uvol bo'ladi. O'shaning uchun ham suv tejovchi texnologiyalarni o'rtoqlar foydalanishimiz kerak bo'ladi. Yomg'irlatishmi, tomchilatishmi, o'sha narsaga ko'proq fokus qaratishimiz kerak bo'ladi. Chunki bu kelajak avlod suvdan qiynalmasligi uchun bo'ladi. To'g'ri o'rtoqlar, buni o'rnatish xarajati bor. O'zing shu sohani ichidasan, bu mahsulotingni sotishing kerak, shuning uchun gapiryapsan deyishingiz mumkin. Lekin bu narsalarni qilmaydigan bo'lsak, tez orada suvni narxi normalniy oshib ketish ehtimoli yo'q emas. Siz nima fikrdasiz? Javobingizni kommentariyada kutaman.